Yevropaga tekinga ishchi viza olishni o'rgataman. ss.com sayti orqali. Google ga kiramiz. ss.com deb yozamiz. ss.com ga yozganimizdan keyin bunga kiramiz, bu saytga. Kiramiz, ko'rib turibsizlar. Работа и biznes, transport mana chiqishni boshladi akalar, vakansiyalar, bunaqa ma'lumotlar. Aytganimda bu gruppa o'ta ham katta gruppa. Работа и biznes ochamiz. Bu yerda vakansiya bo'limini ochamiz. 6183 ta vakansiya bor, mana ko'rib turganingizda. Vakansiyalar boshlandi akalar. Bizga qaysi soha kerak bo'lsa, shu sohani tanlaymiz. A harfidan to Ya harfgacha bu yerda vakansiyalar bor. Betonshik, banshik, mana brigadir, ko'rib turibsizlar, buxgalter, водитель, vrach, gid, mana misol ko'ryapsizlar akalar. Doyarka, sut sog'uvchilar, hattoki hamma ishlar bor akalar. Xo'p, mana misol водитель 454 ta vakansiya turibdi akalarim, ochamiz. Hop, qanaqa kategoriyada ish izlayapsiz? C, S, B kategoriya, barchasini ko'rib turibsiz, ma'lumoti bor. Mana misol C kategoriya bo'yicha ochamiz. Quality Logistic Printer. Hop, Latviya tilida. Biz buni mana burchakdagi ko'k 4 ta polosachani bosamiz. Bu yerda latviskiy til ustiga borsak, bizga bu til ruschaga aylanadi. Hop, bu yerda ish beruvchining polniy ma'lumotlari bor. Biz buni o'qib chiqamiz. Agar bizga ma'qul kelsa, oyliklari, ish beruvchi sohatlari va qo'yadigan bizga qilib bergan shart-shoratlari bizga ma'qul bo'lsa, biz bu yerdan отправить электронный письмо degan joyini ochamiz. Hop, bu yerda birinchisiga elektron manzilimizni kiritamiz. Ikkinchisiga ismimizni yozamiz. Uchinchi bo'limiga telefon raqamimizni yozamiz. To'rtinchi bo'limiga tekst объявление. O'zimiz haqimizdagi borki ma'lumotlarni qoldiramiz akalar. Opitimiz qancha, necha yildan beri ishlaymiz, qaysi tilda muloqot qila olamiz. Hop, вывод tekst изображение degan joyga mana burchakda ko'rinib turgan 6A 4 kodini teramiz. Hop, keyin прикрепить file degan joyga kirib, bizda o'zimizdagi bor водительlikka tegishli bo'lgan hujjatlarni rasmini qo'ysak ham bo'ladi. Kod 95, prava, ADR, chip hammasini qo'yamiz. Rasmga olamiz yoki bo'lmasa fayldan tanlab olamiz. Bo'ldi akalarim, shu bilan отправить письмoni bosamiz. Bu bizni tayyorlagan bizni informatsiyamiz ketadi va bizga mana bu birinchidagi ko'rib turgan joyingizga elektron manzilimizga ish beruvchi to'g'risidagi ma'lumot va xabar keladi, javobi. Shuni elektron pochtadan tekshirib turamiz akalar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Tanishlarga jo'natib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yevropaga viza olmoqchi bo'lgan birodarlarga tashlab qo'yasizlar.